Hammani oldida uni sharmandasini chiqaraylik. Shonada yangi so'yilgan tuya ichaklari bor. Keling, ularni uning ustiga tashlaylik. Payg'ambarimiz sajda holatida turar ekanlar. Ular o'zlaridagi ichak chavoqlarni muborak yelkalariga to'kishdi. Hech kim yonlariga yaqinlasha olmadi. Lekin bir inson bor edi. Qanday qilib sizga ozor berishlari mumkin, otajon? Fatima. U otasining ko'z nuri hamda uning aziz qizi Hasan va Husaynning onasi. Yoshligida onasidan ayrilgan ayol. Ochlik va yo'qchilik sinovini ko'rgan. Bir tomchi suv uchun kunlab aziyat chekkan. Bir tomondan u eng mehribon otaning qizi. Boshqa tomondan esa ummatni hidoyat qiluvchi muborak nasl-nasabning boshlanish onasi edi. U o'zining iffati va taslimiyati bilan tanilgan. Endi biz Rasulullohning sevimli qizlari Fatima roziyallohu anhoning hikoyasini ko'rib chiqamiz. Ushbu videolar ishonchli